Birinchi kurs talabasini ertalab kuniga xush kelibsizlar. Ertalab men ozgincha kech turganimga faqat kofe ichishga ulgurdim va tezda makiyajlar qilib, уже bizda bugun muhim kun. Men shundoq muhim kunda uxlab qoldim. To'g'ri kech qolyapman, lekin ertalabdan men nasrenam yaxshi edi. Va sizlar bilan texnikumga get ready with me qilamiz. Biz o'qishimizda shunaqa bir texnika bor. Buni ustozimiz bizga aytgan va bizda har bitta o'quvchi keyingi mavzuga tayyorlanib kelib o'qituvchilik qiladi. Bugungi o'qituvchi bu men edim va o'quvchilar uchun shunaqa savollar tayyorladim. Dars boshlanishiga umid qolgan bo'lsa ham, men hali ham kech qolmayman, chunki bu mening podezim bo'lsa, bunisi esa biz o'qiyotgan bino. Da mening uyim shunaqa o'qishga yaqin. Endi sizlarni qiziqtirayotgan savol, men qayerda va qaysi yo'nalishda o'qiyman? Men xalqaro Pearsonda kompyuter grafikasi va dizayn operatori yo'nalishida o'qiyman. Pearson bitek aslida bu nima? Pearson bu Angliyadagi bitta kompaniya bo'lib, bitek esa uni ta'lim standartiga asoslangan o'qitish tizimi. Biz hozirda 3-levelda o'qiymiz va bizning stolimiz ustida shunaqa bayroqlar doim turadi va bizning yarmimiz o'sha universitet bo'lgani uchun bugun qanaqadir ochilish yoki bayram nimadir bo'layotgan ekan, to'g'ri tushunmadim. Bizning ochiq darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi va men eng ko'p ball olgan o'quvchi uchun kitob sovg'a qildim. 4-paradan chiqib, уже сразу uyga va keyingi videoda ko'rishguncha, всем пока.